Turmush o'rtog'iga shunchaki ayol emas, ma'shuqa bo'lishni xohlaganlar yaqinroq kelinglar. Sizni Ginaflora svechalari bilan tanishtirmoqchiman. Ginaflora svechalari ayollarni jinsiy muammolarini tezda hal qilib beradi. Misol uchun, kista, miyoma, zamburug'lar yoki vidileniya bilan muammolar, qichishish, achishish, hidlanish muammolar bo'layotgan bo'lsa, unda Ginaflora svechalar sizga yordam beradi. Hatto молочница zamburug'lardan ham tuzatadigan, hayz siklini normallashtiradigan Ginaflora svechalarimiz odzivlarni profilimizga kirib ko'rib, yuzlab odzivlarni eshitib ko'rib amin bo'lishingiz mumkin. Odzivlar hammasi haqqoniy, oddiy ayol qizlar ishlatib ko'rib bizga berishgan. Va undan tashqari, homiladorlikda muammo bo'layotgan bo'lsa ham Ginaflora svechalari zo'r. Bizda bomba yangiligimizda Ginaflora endi toraytiruvchi svechalarni ham ishlab chiqargan. Agar sizda farzandli bo'lganingizdan keyin qinni kengayib ketishi, bo'shab qolishi yoki hech narsani his qilmaslik, turmush o'rtog'ingiz bilan muammolar bo'layotgan bo'lsa, agar siz ikkita sog'lomlashtiruvchi Ginaflora svechlarini olsangiz, toraytiruvchi svechalar sizga sovg'a bo'ladi. Aksiya muddati chegaralangan. To'liq ma'lumot olish uchun direktdan telefon raqamingizni qoldirsangiz, ayol mutaxassislar aloqaga chiqib, barcha savollaringizga javob berishadi. Konsultatsiyamiz bepul. Tezroq telefon raqamingizni qoldiring.